74 ga 697. Arka bor bo'yi, arka singan joyi. Bor bo'yi 677, 252. 298. Seksen yetti. Bor bo'yi 216. Albatta elektimiz o'lchash jarayonlari tugadi. Bir xil qilib hakamga qo'yib solingan. Bu yerda razmerlari 70 ga 3 metrdan 170 ga 3 metr. Bu yerda hozir uzoqroq qilib ko'rsatganim uchun yana ham baland ko'rinadi. Aslida har holatda video yollanganimizda razmerlar haqiqatga yaqinroq bo'lib chiqadi. Razmerlarni ko'pchilik bilishmaydi videoda. Necha ekan, chiroq chiqqan ekan holatlar bo'lishi mumkin. 170 ga 3 metr, 87 ga 3 metr va 87 ga 6 metr arkamiz bor. O'rta kirorish eshigi 2,5 metr tashlangan, 2,5 metr ga 3 metr. Ikkinchi etaj ham xuddi shunaqa. Ba'zi ikkinchi uchastkamizga ham razmerlari bir xil qilib solingan. Bu ham xuddi shunaqa. Xuddi razmerlari ham bir xil. O'rta kirishlari ham bu yerda mehmonxona qismi joylashgan. Xudo xolasa, shu obyektlarda inshaalloh bitgandan keyin to'liq obzorlarni qilamiz.